Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Qalu Salasatun la yadkhuluna baytak. Al-awwal ash-shamitu alladhi yafrahu bimusibatik. والثاني الخائن الذي يفشى سرك والثالث الحاقد الذي يتمنى زوال نعمتك. Uch toifa odam bor. Donishmandlar hadislar, oyatlarni mazmunini o'rganib aytishyapti bu so'zni. Uch toifa odam uyingga kirgizmagin. Uyingga uch toifa odam kirmasin. Ularning eng birinchisi ichi qora odam. Qayerda yursa, qayerda tursa, faqat yomonlikni ko'radigan ichi qora odam. Hamma narsadan kamchilik, nuqson topib yuradigan odam. Shomit deyilar ekan arabchada. Mana bu odam ayniqsa sizni boshingizga kelgan qiyinchilik, mashaqqat, musibatga xursand bo'lar ekan. Birovni musibatini gapirib xursand bo'lyaptimi bir odam? Bilingki, u ham siz yo'q joyingizda sizni musibatingizni gapirib xursand bo'ladi. Bunaqa odamni bildingizmi, uyingizga kirgizmang. Uyga kirgizmaslikning yana bir ma'nosi, u bilan oshna og'aynichilik qilmang. Bunaqa odam bilan bordi keldi ishlarni qilmang. Agar savdo sotiqqa o'xshagan ishlarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishlarni bunaqa odam bilan birga qilmang. Bu odam faqat zarar, ziyon keltiradigan bo'ladi. Ikkinchisini oti xoin. Sizni sirlaringizni olib chiqib oshkor qiladigan odam. Siz bilan juda muloyim bo'lib, ichingizga kirib, ko'nglingizni olib, siz ham mana sirdosh ekan deb hamma gaplaringizni gapirib, go'yoki u bilan maslahatlashasiz. Lekin ertaga boshqa joydan, boshqa odamlardan unga gapirgan gaplaringizni eshitsangiz, juda hayron qolasiz. Bunaqa xoin odamlar ham ulug'larimiz bordi keldi qilmagin, uyingga kirgizmagin deb buyuryaptilar. Bunaqa odamlar ayniqsa to'g'ri narsani ham olib chiqib, noto'g'ri qilib, boshqacha qilib, talqin qilishlikka harakat qiladi. Ba'zan haligi kichkina lavha videolar chiqib qoladi. Bir odam shunday yo'lda ketib turib, hushidan ketib qoldi, yiqilib tushdi. Uni darrov qarab nafas olmayotgan ekan. Buni demak og'ziga sepib nafasini to'g'irlaydigan turkagichi bo'lishi kerak deb sumkasini tiklasa, aynan o'sha turkiydigan narsani qidirayotganligini suratga olib, mana odamni holatidan foydalanib unga o'g'irlikka tushdi deb hamma joyga e'lon qilib yuboradi. Bunaqa odamlar insonga yaxshilik keltirmaydi. Bir odamni sirini, asrorini olib chiqib hammaga yoyayotgan bo'lsa, o'ylamangki, siz bundan omon bo'lasiz deb. Yaqin yurgan bo'lsangiz, salom alaykum qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, u ham sizni boshqa joyda obora olib keladi. Uchinchisi haqid, hasadgo'y odam. O birinchi tepada aytganimiz bilan buni farqi u shunchaki yomon ko'radi. Lekin bu
yomon ko'rish bilan birga sizga kelgan ne'matni yo'q bo'lib ketishini xohlaydigan odam. Shunga shu Xudo yaxshilikni bermasin. Nega bu boy bo'lish kerak? Nega bu faqat o'g'il ko'rish kerak? Nega bu faqat farzandli bo'lish kerak deb juda ichi kuyib yonadi. Har bir harakatida, har bir ishida sizdan shu ne'matlarni uzoq bo'lishligini, ketishligini, oilangizni buzilib ketishini, ishingizni orqaga ketishligini, ishingizdan mosuvo bo'lib qolishingizni, hamma narsadan ayrilishingizni xohlaydigan odam bo'lar ekan. Yoningizdagi sheriklaringiz, gaplashib turgan odamlaringizni shunaqa sifati borligini bilsangiz, u odam bilan sekin aloqani uzoqlashtirishga, yuzga kirgazmaslikka harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu oddiy dunyoviy ishlar bo'yicha ko'rib turibsiz. Endi bir insonga ilm berilgan bo'lsa, bir insonga Alloh bir ma'rifat bergan bo'lsa, oqqa qorani ajratadigan, unga fahm farosat bergan bo'lsa, mana bu shatboqlik yo'l, mana bu badqoq yo'l, mana bu yo'l to'g'ri yo'l deb yo'llarni ajratib bera oladigan bo'lsa, hoqid sifatlik, ichi to'la hasad, o'zida ilmi yo'q bo'lgan toifalar bor. Tosh otadi, har xil noshoishta so'zlar bilan haqorat qilishga, odamlarni shu haqoratlari bilan o'ziga jalb qilib, to'g'ri yo'ldan, haq yo'ldan chalg'itib olishga harakat qilishadi. Bir ulug' zot farzandlariga nasihat qilyaptilar. Bolalarim, ikkita hasharat bor. Biri uni ishini qilsang, Xudo xolasa yaxshilikka erishasan. Dunyoda ham, oxiratda ham. Ikkinchi hasharatga o'xshagan ishlarni qilsang, bu dunyoda ham, oxiratda ham hijolat bo'lasan, azob uqubatga qolishing mumkin. Bolalarim, pashshani ko'rdinglar. Qayerda bo'ladi deb so'rayaptilar. Pashsha axlatxonada go'ngda bo'ladi. Boshqa joyda bo'ladimi? Yo'q. Asosan ularni ali joyi o'shadi. Asal arichi? Asal ari faqat gul ustida bo'ladi. Xushbo'ylikning ustida bo'ladi. Asal arini go'ng yo axlatxonani orasida avralab yurganini ko'rmaganmiz. Bolalarim, sizlar ham xuddi shunaqa asalari bo'linglar. Fikringlar, hayolinglar yaxshilikni ko'radigan bo'lsin. Fikringlar, tafakkuringlar ijobiy narsani ajratadigan bo'lsin. Shunda asalariga o'xshab faqat xushbo'yga, go'zallikka intiladigan bo'lasiz. Buni oxiri jannat bo'ladi, Allohning roziligi bo'ladi. Agar pashshaga o'xshab hammani avra astarini ochadigan bo'lsangiz, xatosi, kamchiligi, gunohini ko'radigan bo'lsangiz, o'sha pashshaga o'xshagan bo'lib qolasiz. O'tirishingiz axlat, yurishingiz axlat, yeganingiz axlat, borib tushadigan joyingiz ham do'zaxni eng hammani yiring patoslari, qonlari oqib tushadigan, vayil degan joylarga to'g'ri kelib qoladi. Bolalarim, mana shuni yaxshilab, anglab, tushunib olinglar deb bu ulug' zot farzandlariga nasihat qilyaptilar. Allohim bizlarni ham shu asal ari kabi doim yaxshilikka intiladigan, xushbo'ylikka intiladigan, Allohning roziligiga harakat qiladigan toifalardan bo'lishimizni Alloh nasib qilsin. Oramizda o'sha toifalar ham bor ekan, ulardan o'zimizni ajratib olaylik kim. O'shalarni
hay barakallasiga bu shunaqa ekan deb haqoratiga, har xil g'iybat, tuhmat so'zlariga aralashib ketmayotgan bo'lsak, balki undan qalbimiz orib, nafrat ko'nglimizda hosil bo'layotgan bo'lsa, bu hamki bizani asal arini jumlasidan ekanimizni bildiradi. Qo'shilib ketsak, Alloh saqlasin, o'zimiz bilmagan holda o'sha pashshani qatoriga kirib qolishimizga sabab bo'lar ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.